Hurmatli obunachilar, hozirgina mana manzilimizga yetib keldik. Akamiz bilan birgalikda hozir Bugungi onaxonimizni xursand qilamiz farzandlari nomidan. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Omonmisiz? Sizlar yaxshimisiz? Me'mor Uzr Bezod aqllik. Bugun sizni tabriklash uchun kelmoqdamiz. Ha, mayli, keling. Xabaringiz bormidi? Yo'q-da, tug'ilgan kuni bo'lmasa, bayram bo'lmasa. Salomat bo'ling. Onalarni tabriklash uchun tug'ilgan kunlar bo'lish shartmi, xolajon? Sizdek mo'tabar, munis onajonlarimizni har kuni har doim tabriklasak kamni qiladi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mayli, yashanglar, rahmat. Shu bois bugun sizni tabriklash uchun musofir shar yurgan, sizni jondan onta yaxshi ko'ruvchi, sizdek onajonlarni borligidan faxrlanib yuruvchi qizingiz nomlaridan, Sohira singlimiz nomlaridan kelib turmoqdamiz. Albatta ushbu chiroyli xullasa siz uchun muborak bo'lsin. Yashanglar, rahmat. Sog' bo'linglar. Xursandman. Bechora qizim musofir yurtda ishlab yuruvdi. Avora bo'libdi-da, tan joni sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Allohim bergan farzandlarini baxt kamolini ko'rsin. Aytganingiz yaxshi kunlarni ko'rib yursin. Ilohimgina sog' salomat bo'linglar. Sizlarning ham kanallaringga rivoj, ishlaringga rivoj, omad. Xursand bo'ling, avval qizlaringizni duo qiling. Yashang, rahmat. Bekorga aytmaganku, onalar oyoq ostida jannat bor. Yashang, rahmat. Shuning uchun aytishadiki, tabassumning a'losi unda, butun olam ma'nosi unda, dardlarimning davosi unda, ey kulishlari chiroyli onagina. Endi albatta shu chiroyli gullasa kabi har doim ochilib yuring. Yuzingizda mana shunday chiroyli samimiy tabassumlar hech qachon arimasin. Yana bir bor aytishim qalbimdan. Albatta bitta chiroyli duo bersangiz xursand bo'lardik. Yashang, rahmat, tan joningiz sog' bo'lsin. Bicha tiling bilan mayli, rahmat onajon. Chiroyli duo qiling endi. Alhamdulillah robbil alamin. Sallallohu alayhi va sallam Muhammadan va alihi ashabiga ajmain rahmatika ya rahman rahim ya Rabbim. Shundoq chiroyli kunlarda, shundoq yaxshi kunlarda sizlar bizlarni yiqamsizlar, sizlarni Xudo yiqlasa ilohim. Anjolaring sog' bo'lsin, nima yaxshi qilamiz, yana yetinglar. Ilohim mahndo chiroyli intervyularni olib borib, ilohim sizlarni ham odamlaring ko'paysin, tanjolaring sog' bo'linglar, yaxshi niyatlaringga yetinglar ilohim. O'zing bandam degan Alloh sohiba ham uzoqlarda ishlab, musofir yurtlarda xo'jayini bilan yurib, tanjongina sog' bo'lsin, yaxshi niyatlarga Alloh yetkazsin ilohim. Shundoq chiroyli gullarga rahmat. Bizani ham tanjonimizni sog' qilgan Allohim. O'zing bandam degan Alloh. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar rahmatika ya Alloh. Allohu akbar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunda ko'rishaylik, salomat bo'linglar. Mayli, rahmat. Ana bo'lmasa tabriklaymiz. Mana onam unnalariga-da, mana onam yo'qda, onam unnalariga. Mana shu yerda hozir mana shu bizni qiladigan ishimiz o'zi mana nimasida. Qarang, mehr oqibatida biz qo'limizdan kelguncha onajonlarimiz xursand qilib, rahmat sizga, tan joningiz sog' bo'lsin. Salomat ishlaringga rivoj, kanallaringga omad. Rahmat. Hamma onajonlarni xursand qilib yuringlar ilohimgina. Bundan men kuzatib turinglar har doim. Men kuzatib turaman, lekin hamma nimalaringizni kuzatib turamiz, ha. Yo'q, salomat. Choy ichinglar. Mayli, rahmat xolajonlar, omon bo'linglar, salomat bo'linglar.